tashkiloti direktori Do'stmurodov Xadijga ishbilarmon qilamiz. Bizni 8-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotimiz 120 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirgi holatga kelib 30 nafar boladan tashkil topgan 3 guruhimizda tashkil topgan. 3 guruhimlarimizda bolalar kesimi 3 yoshdan 7 yoshgacha bolani tashkil etib, bu yerda bolajonlarimiz ta'lim-tarbiya jarayonlari olishadi. Shu bilan birgalikda 8-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tugaraklarimizdan shaxmat, shashka, ingliz tili tugaraklarimiz mavjud bo'lib, bolalar hozirgi holat 2024-2025 yozgi sog'lomlashtirish favqulodda 90 kunlik dolzarb mavzu asosida rivojlantiruvchi mashqlar bilan birgalikda faoliyat yuritib kelmoqdamiz. 8-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 20 nafar ishchi xodim faoliyat yuritib keladi bugungi kunga kelib. Bolajonlarimiz yozgi sog'lomlashtirishda havo, suv hamda quyosh vannalaridan yalangoyoq yo'laklarda yurgan holatda chiniqtirish mashg'ulotlarini olib bormoqdamiz. Yashil makon doirasiga keladigan bo'lsak, biz davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 253 ta gechon daraxtlarni ekib, shulardan mevali daraxtlardan tut, gilos, jiyda, bodom daraxtlari hamda manzarali gullardan atirgul 20 dan ortiq atirgul ko'chatlarini ekkanmiz. Hozirgi holatga kelib yashil makon doirasida obodonlashtirish ishlarimiz davom etib kelmoqda.